Dali Karnik Qayg'urmang, Baturlar Yaşang degan kitobdan elindi. Turmushdagi bexatarlik tuyg'usi uxlashning oldingi sharti. Biz shuni his qilishimiz kerakki, bizni o'zimizni besib tushadigan bir xil kuch muhofazat qilib turdi. U bizni tong otqicha sog'-salomat o'tkazdi. Uyqu qetish kasalligini davolashning yana bir texmi yaxshi chorasi bor. U bo'lsa-mu jismoniy jihatda imkon qadar charchashdan iborat. Siz bu maqsadga top o'ynash, suv uzish, chanqi tayilish, taq chiqish yoki og'ir jismoniy emgak qilish orqali yetalaysiz. Navoda siz uyqu qetish kasalligiga giribtor bo'lib qolgan bo'lsangiz, tuvandagi 4 prinsipni esingiz ching tuting. Birinchi, uyqunuz kelmasa o'rningizdan turib toki uyqunuz kelguncha xizmat qiling yoki kitob o'qing. Ikkinchi, esingizda bo'lsinki, uyqu qetish kasalligiga giribtor bo'lib o'lib qolgan birmi odam yo'q. Uyqum kelmaydi deb parsham bo'lish uyqu kelmaslikdan qo'rqinchliq. Uchinchi, muskullaringizni bo'sh va huzur tuting. Badaningiz bo'sh va huzur bo'lsa, fikringiz va neyroningizmi huzur bo'ladi. To'rtinchi, ko'p harakat qiling. Charchsangiz tabiiy holda uyqungiz keladi. Uxlashni rad qilish usulini qo'llanib o'lib oladigan birmi odam bo'lmaydi. Uning ustiga u rad qilaman debmi rad qila olmaydi. Bir odamning irodasi qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, umu tabiatning uni uxlatish kuchiga qarshilik ko'rsatolmaydi. Kishi tomoqni qancha oz yesa, shuncha sog'lom va xushal yashaydi. Kasal giribtor bo'lsa, kishi darhol zaiflashadi. Uni davolamasa o'lim yugurib keladi. Kasallik o'limning dastlabki xabarchisidir. Kishi kasal bo'ldimi, demak o'lim yenida bo'ladi. Yusuf Qasojibning so'zlari. Nazar sol, ko'p yegan kishi kasalchan bo'ladi. Chiroyi siriq, mag'dursiz, e'tibor yo'q bo'ladi. Esallikni tilasang, kasalsiz bo'l. Oz namliq do'rini yegin, saq yashag'in. Halovat uzun xotirjamlikni tilasang, til namliq go'shtni yegin, saq yasha. Odamga kasallik va bearomlik galdan keladi. Uning doğrusi davosimi galdan bo'ladi. Kasalning onasi ko'p yemakdir, qalb kasalning moddasi ko'p demakdir. Alisher Navoiy. Harakat ta'sir jihatdan har qanday dorining o'rnini besishi mumkin. Lekin dunyodagi hamma dori-darmak harakatchilik ta'sir ko'rsatolmaydi. Harakat hayot. Harakatning ozlishi hayotiy jarayonlarni sustlashtiradi. Jismoniy emgak qilmaslik, harakatsizlik, faqat aqliy emgak bilan shug'ullanish g'am tashvish elib keladi. Badan normallikni saqlash, go'zal va sog'lom bo'lish faqat fan va san'at sohasidagi bilimlarning o'zida kifoya qilmaydi. Buning uchun umr bo'yi tantarbiya va gimnastika bilan shug'ullanish talab qilinadi. Ma'naviy jihatda sog'lom bo'lish uchun jismoniy jihatda bardam bo'lish lozim. Tantarbiya ishonch, e'tiqod madaniyatni, tetiklik madaniyatni shakllantiradi. Yomg'ir daraxtdagi g'uborlarni yug'andek, tantarbiya badandagi g'uborlarni tozalaydi.